Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Men bilaman. Ko'pchiligingiz hozir pensiya masalasi qanchalik dolzarb ekanligini his qilib turibsiz. Nafaqaga chiqqan insonlarimiz uchun har bir so'm muhim. Ayniqsa narx-navo oshib borayotgan bir paytda pensiya miqdorining kamligi ko'plab oilalarda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ko'pchilik pensiya tizimining murakkabligidan shikoyat qiladi. Qonunlardagi o'zgarishlarni tushunish qiyinligini aytadi. Ammo men sizga shuni aytmoqchimanki, 2026 yil may oyi oddiy oy bo'lmaydi. Bu oyda ayrim fuqarolarimiz uchun haqiqiy pensiya jackpoti yuz berishi mumkin. Kimlargadir 2 barobar oshgan pensiya nasib etadi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaroga taalluqli. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Har bir so'zim siz uchun oltin kabi qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumotlarni boshqalar ham ko'rsin. Endi keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Anaviy pensiya tizimida pensiyalar asosan yillik indeksatsiya orqali oshirilar edi. Bu indeksatsiya odatda inflyatsiya darajasiga yoki mamlakatdagi minimal ish haqi miqdorining oshishiga bog'liq bo'lardi. Ko'p yillar davomida bu tizim nisbatan barqaror va tushunarli edi, ammo ko'pchilik uchun bir jiddiy kamchiligi bor edi. U real hayot xarajatlari bilan hamnafas bo'la olmay qolardi. Ya'ni pensiyalar oshirilsa ham, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmon narxi pensiya miqdoridan tezroq o'sib borardi. Natijada ko'plab pensionerlarimiz o'zlarining hayot darajalarining asta-sekin pasayib borayotganini his qilishar edi. Hatto yillik oshirishlar ham ba'zan oddiygina bozor narxlarini qoplashga yetmasdi.